tog'dek savoblar berishingni, savob amallarni og'ir kelishiga sababchi bo'ladigan, jannatingga kirishiga sababchi bo'ladigan ibodatlar, amallar qatoriga qo'shgin. Alloh taolo ihson qiluvchilarning ihsonlarini qabul etib, davlatlarni ziyoda qilgin. Umrlariga, rizqlariga Allohim barakot bergin. Farzand zurriyotlarni diniy islomda qilgin. Yerdan osmondan keladigan xavf va xatarlardan Alloh o'zing saqlagin. Doimo o'zing hifz himoyada asragin. O'tgan ota-ona, o'tgan avlod ajdodlarni Alloh o'zing rahmat bilan o'raydi. To qiyomatga qadar qabrlarni jannat baxshilarga aylantirgin. Bu xayrli ishlarda doimo bizlarni o'zing birlashtirgin. Shu maktab kaliti jamoatlarni ham, rahbarlarni ham doimo salomat qilib, bu xayrli ustozlik ishlarini xayrli barakotli qilgin. Ko'plab yaxshi shogirdlarni chiqarib, elimizga, dinimizga xizmat qiladigan solih solihalardan, taqvo egalari, hofiz Qur'on, islom olimlari, elimizni, yurtimizning eng oldingi taqvo insonlardan bo'lishini Alloh hammalariga nasib qilsin. Doimo bizlarni Alloh o'zing qo'llab, o'zing madadkor bo'lgin. Parvardigor. Va sallallohu ta'ala ala xarobihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Rahmat.